Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda rivojlanishi mumkin bo'lgan va yangi bizneslarni birgalikda ko'rishmoqchimiz. Bular internet saytlaridan olingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi va bizning kanalimizga a'zo bo'ling va shunday yangi bizneslardan xabardor bo'ling. Birinchi biznes ideyamiz bu gipki kamen ishlab chiqarish. Gipki kamen hozirgi kunda O'zbekistonda talabgir devor mahsulotlari hisoblanadi, xomashyolar. Buni siz avvalo o'rganishingiz kerak, qanday yasalishini va buni bemalol o'z hududingizda ishlab chiqarib sotishingiz mumkin. Kengroq sex sifatida ham faoliyat qilib yuritishingiz mumkin, ya'ni kattaroq hajmda ishlab chiqarib sotishingiz mumkin. Gipki kamen biznesini o'rganing va daromad qilishni boshlang. Ikkinchisi bu interyer dizayn. Interyer dizayn hozirgi kunda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi va ko'p haq to'lanuvchi soha. Interyer dizaynni siz yaratib biznes qilishingiz mumkin yoki uni chizmasini, dizaynini qilib berib ham pul ishlashingiz mumkin. Tabiiy rakvinalar. Ya'ni siz tabiiy xomashyolardan rakvina yasab sotishingiz mumkin. Ya'ni toshlardan, yog'ochlardan siz ularni silliqlab yuzasini rakvina sifatida chiroyli ko'rinishga keltirib yasashingiz mumkin. Bu boya aytganimiz interyer dizaynga ham kirib ketadi va juda chiroyli va tabiiy ko'rinish kasb qiladi va arzon ham. Uyga olib ketish uchun konditer mahsulotlari tayyorlash. Siz uyga o'zlari bilan olib ketishlari uchun konditer mahsulotlarini, pishiriqlarni pishirishingiz mumkin va do'konlarga o'z brendingizda tarqatishingiz mumkin. Beshinchisi bu sotuvchi saytlar. Ya'ni siz sotuvchi saytlar yasab klientlarga, tadbirkorlarga buyurtma asosida ishlashingiz mumkin. Hozirgi kunda demak onlaynda sotish juda ham muhim bo'ldi. Pandemiya davrida siz o'sha bizneslarga onlaynda tovarlarini reklama qilish uchun, ko'rsatish uchun katalog sifatida sotuvchi sayt qilib berishingiz mumkin. Saytingizga kirgan inson demak sotib olish uchun hamma qulayliklar bor. Zakaz berish, rasm tanlash, to'lov qilish, nomerlaringiz, manzillari hammasi bo'ladi. Va siz bu orqali klientlarga yaxshi xizmat ko'rsatasiz.